Assalomu alaykum motoblok ishqibozlari va motoblok bilan dehqonchilik qilayotgan hamkasblar. Sizlarga bitta ma'lumotni aytib o'tmoqchi bo'lib, shuni videoga olishni niyat qilgan edim. Xo'p, bugun 12-iyun 2025-yil. Kecha 11-iyun kuni mana shu yerda yerlarni kultivatsiya qilib tozalab turganimizda tozalab obed payti motoblokni o'chirdik. Obed qilib bo'lib kelsak, motoblok o'tolmay qoldi. Zavat qilib bo'lmaydigan holatga kelib qoldi. Kelib mana shunaqa rushnoyni tortamiz. Qattiq qotib qoladi. Mana qattiq yurmaydigan holatga kelib qoldi. Biz o'yladik, motoblok motori charchadi, endi tamom shu bilan remont deb o'yladik. Yo yaxshi YouTube'dan Rossiyadagi o'g'aylarimizni video roliklarini ko'rib, buni aybini topdik. Xudo xolasa yaxshi yengil ekan. Bunday paytda birinchi o'rinda nima qilish kerak bo'ladi? Shuni men sizlarga aytib qo'ymoqchi, ko'rsatmoqchi bo'ldim. Mana shunaqa starter orqali yurgizmoqchi bo'lsangiz, starter ipi mahkam qotib qolgan bo'lsa, birinchi o'rinda kelasiz. Kelib mana bu switch provodini switchidan uzasiz. Uni uzgandan keyin switchni bu sekinlashtirib bo'shatib, mana shu yerdan switchni bo'shatdik. Switchni holatini ko'rsatay desam, mana bunaqa yog'lanib, ho'llanib qolgan ekan. Buni hozir men turpoqqa tiqib qo'ydim quritishlik uchun. Mana shunaqa holat. Switchni birinchi o'rinda bo'shatilar ekan. Keyin mana shundan keyin mana yerda atstoynik bor. Mana bu atstoynik tagidagi boltni bo'shatsangiz, polni atstoynik chiqib keladi. Uni ichida ham rosa aftol, benzin aralashgan aftol kirlar to'lib qolgan bo'lishi mumkin. Ularni yechasiz. Ularni yechib, ichlarini tozalab, ichida shunaqa kirlar to'plangan holatda bo'ladi. Bularni yechgandan keyin mana bu yerda benzinni ochib yopadigan kranik bor. Buni ochib, benzinning kelishini tekshirib ko'rasiz. Chiroyli holatda benzin kelayotgan bo'lsa, yopib turib, yana buni joyiga qo'yasiz. Tozalab, keyin switchni o'rnini mana shu keyingi holatda ipni mana keyin tortiladigan bo'lib qoldi. Mana ipni tortsangiz, mana bu switchni qo'yadigan joydan shunaqangi aftol, mana qo'llarim ham sachrab ketdi. Aftollar chiqib keladi. Bu yerda to'planib qolgan aftollardan tozalash kerak bo'ladi. Toki bu ichkaridan yetarli darajada tutun chiqmaguncha yoki aftollar chiqib ketmaguncha shuni tortib ichini tozalash kerak bo'ladi. Men o'zim video olayotganligimiz uchun video yaxshi chiqmayotgan bo'lishi mumkin. Mana tozaladik, hamma yoq aftol bo'lib sachrab ketdi. Yerga atstoynikdan qancha aftollar oqdi, aralash musirlar. Hamma yoq aftol bo'lib ketdi. Ularni artib tozalab olamiz. Xudo xolasa ichlari tozalandi. Mana starter orqali tortish ham yengillashdi. Xudo xolasa endi o't olishi aniqroq bo'ldi, xudo xolasa. Mana shunaqa holat kelganda sizlar qo'rqmasdan o'zingizlar switchni bo'shatib, atstoynikni ham tozalab o't oldirishinglar mumkin. Darab ustiga yugurmasdan bez rasxod o'zingizlar osonlikcha bunday holatlardan chiqib ketishinglar mumkin. Xo'p, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda yana videolar orqali ko'rishguncha aytmazur. Sog' bo'ling.